Yaqinda Uchko'prik tumanida ilmga chanqoq o'g'il-qizlar uchun muhim voqea 3 va 4 sinf o'quvchilari o'rtasida matematika, ingliz tili va ona tili fanlari bo'yicha olimpiada tashkil etildi. Bellashuv Uchko'prik tumani hokimligi, Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi va Xaziniy nomli xususiy maktab hamkorligida o'tkazildi. Bu olimpiadani tashkillashdan maqsad avvalo bolajonlarimizni davlat ta'lim muassasalaridagi bilim sifatini aniqlab olish tuman hokimining rejasi bo'yicha va tumandagi bolajonlar uchun birinchi marta bu hokim olimpiadasi tashkil etilishi albatta o'ziga yarasha motivatsiya berishligi, ahamiyatli jihati xususiy maktablar ishtirokini biz chekladikda davlat ta'lim muassasalarini 3-4 sinf o'quvchilarini ishtirokini nizom asosida tashkilladik. Tuman bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi esa Xaziniy nomli maktabda bo'lib o'tdi. Bu bosqichda 1500 ga yaqin o'quvchi o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Olimpiadada yuqori o'rinlarni egallagan o'quvchilar tantanali ravishda taqdirlandilar. G'oliblar 3 million so'mlik vaucherlar, diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan mukofotlanishdi. Ushbu bosqichda ishtirok etgan qolgan barcha o'quvchilar uchun esa Xaziniy nomli maktabda o'qish huquqini beruvchi 2 million so'mlik vaucherlar topshirildi. Men birinchi o'rinda olganimdan juda ham baxtliman. Ota-onalarimni xursand qildim. Ozgina qiyinchilik bo'ldi-yu, lekin birinchi o'rinda olganimdan juda xursandman. Kelajakda bundan ham yaxshiroq yutuqlarga, yaxshiroq darajalarga ko'tarilishni xohlayman. Xaziniy nomli maktabi zamonaviy ta'lim uslublari bilan ajralib turadi. Hozir bu yerda 150 ga yaqin o'quvchilar tahsil olmoqda. Maktab chet tillari ingliz, rus, koreys va turk tillariga, shuningdek IT sohasiga ixtisoslashgan. Ushbu ta'lim muassasasida 3 mahal issiq ovqat, eng yangi texnologiyalar bilan jihozlangan sinf xonalari mavjud. O'quvchilar uchun tuman bo'ylab transport xizmati ko'rsatiladi. Mani farzandim Abdumalik va Dilnuraxon mana shu maktab olimpiadasida 2-o'rinda oldilar. Ingliz tili fanidan. Shu hamma ota-onalar qatori farzandimga diplom topshirishganda o'zim farzandimdan juda ham faxrlandim. Bunaqangi yutuqlardan yana ko'plariga erishishini xohladim. Bu hamma ota-onani istak xohishi. Bu kabi tashabbuslar o'g'il-qizlarning salohiyatini kashf etish va rivojlantirish yo'lida muhim qadamlardan biridir. Chunki har bir bola iste'dodli, unga faqat imkon yaratish kerak.